ayollar butun hayoti davomida hech bo'lmasa bir marta sistitga ro'para bo'ladi deb. Va bu infeksiyalarda ta'sirida ham yallig'lanish bo'lishi mumkin. Buni yomon tarafi bu infeksiyalarda bu jinsiy sheriklarga o'tadi. Jinsiy sheriklarga o'tgandan keyin ularda ham yallig'lanish keltirib chiqaradi va ba'zan masalan bachadonlarning berkilishiga sabab bo'lib turib, aynan mana shu infeksiyalar va tashqi siydik kanali orqali tashqariga chiqib ketadigan-da siydik yo'lini jarohatlaydigan bo'lsa, bu mana shu achishga, siya turgan paytda, bevosita siya turgan paytda achishga, og'riqlarga sabab bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan siyaydigan paytda, ya'ni peshobda ajratadigan paytda yallig'lanish haqida gaplashib o'tamiz. Sababi bu shikoyat ham juda ko'pchilikda uchraydi. Ayniqsa ayollarda ko'proq uchraydi deb ayta olishimiz mumkin. Sababi ayollar butun hayoti davomida hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham sistit bilan og'rigan bo'ladi. Buni ham o'ziga yarasha sabablar bor. Video davomida buni ham aytib o'tamiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Demak, boshladik. Nima sabab bo'ladi? Peshobda, ya'ni siya turgan paytda achishga nima sabab bo'ladi? Bu eng asosiy sababchisi bu o'sha siydik yo'llarining yallig'lanishlari. Siydik yo'llarining yallig'lanishlarida yallig'lanishning o'zining belgilari bor. To'qimalashishi bo'ladi, og'riq bo'ladi, qizarish bo'ladi, qon aylanishining buzilishi, funksiyasining yo'qolishi, mana shu kabi belgilari bo'ladi va mana shu qatorda aytib o'tdim, og'riq bo'ladi deb aytdim. Bu achish ham bu og'riq. Qichish, achish bular hammasini og'riq retseptorlari ta'sirlanganda turli xil intensivlikda ta'sirlansa, masalan, yengilroq ta'sirlansa qichish bo'ladi, kuchliroq ta'sirlansa achish yoki og'riq bo'lishi mumkin. Ya'ni yallig'lanish bo'ldimi, u joyda albatta og'riq bo'ladi, achish yoki og'riq bo'ladi. Va eng ko'p uchraydigan sabablardan biri yallig'lanishlar, bu sistitlar yoki uretritlar, mana bular ko'p sabab bo'ladi. Va yuqorida aytib o'tdim, ayollar butun hayoti davomida hech bo'lmasa bir marta sistitga ro'para bo'ladi deb. Chunki ayollarda tashqi siydik kanali kalta hamda keng bo'ladi, erkaklarda uzun hamda tor bo'ladi va infeksiya siydik qopiga osongina o'tadi ayollarda. Shuning uchun ham hech bo'lmasa bir marta sistit bo'lib o'tadi. Buni hamma biladi. Yallig'lanish bo'lgandan, sistit bo'lgandan tez siyish, quv sohasida og'riq, siyganda achish, mana hozir turibmiz bu narsalar bo'ladi. Buni tashxislash uchun siydikni umumiy tahlil qilinadi, necha parenka tahlil qilinadi va shunga qarab turib tashxislanadi. Zarurat bo'ladigan bo'lsa, o'zi ham ko'rish mumkin. Umuman siydik yo'lida achish bo'ladigan bo'lsa, siyganda achish bo'ladigan bo'lsa, urolog ko'rigidan o'tish kerak, ko'rib turib, sababiga qarab turib ular tavsiya beradi. Yana sabablardan biri bu uretritlar. Uretrit deganimiz bu tashqi siydik kanalining yallig'lanishi deganimiz. Va bularni tashxislash ham lokal probalar deymiz, ya'ni o'sha 2 stakanli, 4 stakanli probalar bo'ladi. Siydikni ma'lum porsiyalarni olib turib tekshirishdan iborat. Bularni olib turib o'sha necha parenka tahlil qilib ko'riladi bunda, ya'ni 1 ml-dagi leykositlar, eritrotsitlar miqdori ko'riladi va bundan tashqari uretral mazok ham olish kerak. Ya'ni o'sha uretrani shilliq qavatidan surtma olib turib, o'sha surtmani ham tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Sababi uretritlarga, ya'ni uretrani tashqi siydik kanalining yallig'lanishlariga spetsifik infeksiyalar deymiz yoki jinsiy yo'llar orqali yuquvchi infeksiyalar deymiz, mana bular ham sabab bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun biz albatta surtma topshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Urologga boriladi, urolog uni tavsiya qiladi, ko'rib turib o'sha laboratoriyada surtma olinadi, ko'riladi. Jinsiy yo'llar orqali yuquvchi infeksiya bormi, yo'qmi, bu aniqlanadi. Endi buni yomon tarafi jinsiy yo'llar orqali yuqmaydigan infeksiyalar oqibatida ham yallig'lanish bo'lishi mumkin. Va bu infeksiyalarda ta'sirida ham yallig'lanish bo'lishi mumkin. Buni yomon tarafi bu infeksiyalarda bu jinsiy sheriklarga o'tadi. Jinsiy sheriklarga o'tgandan keyin ularda ham yallig'lanish keltirib chiqaradi va ba'zan masalan bachadonlarning berkilishiga sabab bo'lib turib, aynan mana shu infeksiyalar. Bu bepushtlikka ham olib kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan ham xavotirli hisoblanadi. Va buni ustiga agar mabodo sizda jinsiy yo'llar orqali yuquvchi infeksiya bo'lsa, siz erkak kishi bo'lsangiz, shunaqa infeksiya bo'layotgan bo'lsa va o'z vaqtida davolanmaydigan bo'lsangiz, infeksiya surunkali bo'lib turib, siydik kanalni berkilib qolishiga ham olib kelishi mumkin. Atreziyasi deyiladi, o'sha siydik kanali berkilib ketadi va bunday odam siyalmaydi. Odatda buni ochishda ham unchalik imkoniyati bo'lmaydi, sababi kanal butun yuzasi bo'ylab berkilib ketib qoladi va sistostoma deymiz, o'sha siydik qopiga trubkachani qo'yib turib, qorinda ortidan siydikni oqib chiqib ketadigan qilib qo'yish mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham bunaqa narsalarga ozgina e'tiborliroq bo'lish kerak. Ya'ni
e'tiborsizlik qilmaslik kerak. Xullas, seganda achish bo'lyaptimi, borish kerak doktorga, davolanish kerak. Yana ko'p uchraydigan sabablardan biri bu erkaklarda uchraydi prostata bezini yallig'lanishlari. Ya'ni prostatitlar. Prostata bezini yallig'lanishi bo'lsa, bunda ham siygan paytda achish, og'riq bo'lib turadi. Va buni endi tekshirishi, bunda ham CD analizini ko'ramiz, UZI qilib ko'ramiz. UZIda prostata bezini ko'riladi va prostata bezini soka deyiladi. To'g'ri joy orqali kirib turib, prostatani massaj qilib turib, prostata bezini o'sha soka olinadi va buni mikroskop ostida ko'rib, yallig'lanish bormi yoki yo'qmi, bunga baho beriladi. Va yakuniy tashxis o'shani asosida qo'yiladi. Faqat unutmaslik kerak, prostatitlarning, ya'ni prostatani yallig'lanishlarini ham o'sha yallig'lanishsiz kechadigan variantlari bor. Biz tekshirgan paytimizda yallig'lanish chiqmaydi, bunaqa variantlari ham bor va bunaqa paytda asosiy e'tibor klinikaga beriladi, ya'ni klinik ko'rinishiga beriladi. Bemorda o'sha siyish bilan bog'liq bo'lgan qo'riqdagi og'riqlar, mana u o'zi qilganimizdagi prostatadagi o'zgarishlar, hali uroflometriya deyiladi, u narsani qilgandagi o'zgarishlar, mana shularga qarab turib prostatit degan tashxis ham qo'yiladi, yallig'lanish chiqmagan taqdirda ham. Yana sabablardan biri bu siydik tosh kasalligi, xususan tosh ko'chgandan keyingi holat. Tosh birinchi ko'chganda mana buyrakdan ko'chdi, buyrak siydik yo'llarda tiqildi, siydik yo'llar tiqilgandan keyin odatda birinchi martada buyrak sanchig'i bo'ladi. Buyrak sanchig'i deganimiz shu bel sohasida juda kuchli og'riq bo'ladi, ko'ngillanish, qayt qilish bo'ladi. Va bu tosh pastga tushib kelgan sari siydik yo'llarini ham jarohatlab kelishi mumkin. Siydik yo'llarni jarohatlab, ayniqsa siydik qopiga keldi, u tosh tushdi va tashqi siydik kanal orqali tashqariga chiqib ketadigan-da siydik yo'lini jarohatlaydigan bo'lsa, bu mana shu achishga, turgan paytda, bevosita turgan paytda achishga, og'riqlarga sabab bo'ladi. Ya'ni bu toshlar oqibatidagi jarohatlar ham bunga sabab bo'ladi. Yana bir guruh sabablarimizdan biri bu endi aseptik holatlar, ya'ni allergik holatlar. Allergik holatlar nimaga nisbatan bo'lishi mumkin? Masalan, lateksga nisbatan allergiya bo'lishi mumkin. Kim jinsiy aloqada prezervativdan foydalanayotgan bo'lsa biladi, o'sha prezervativ materiali bu lateksdan iborat bo'ladi, ya'ni shunaqa rezinka bo'ladi va ba'zan bunga nisbatan allergik holatlar rivojlanishi mumkin va buning natijasida ham o'sha aseptik yallig'lanish kelib chiqadi, ya'ni infeksiyasiz yallig'lanish kelib chiqadi va bu jarayonda infeksiyasiz yallig'lanish bo'lganda siygan paytda achishish kuzatiladi. Bu narsa ham bo'lishi mumkin. Yana sabablaridan biri, bir guruhi bu ovqatlanishimiz bilan bog'liq. Ya'ni peshobda kislotaligini oshiruvchi mahsulotlarni iste'mol qilishimiz ham bunga sabab bo'ladi. Kislotaligi oshib ketadigan bo'lsa peshobda o'sha siydik yo'llarni ta'sirlab chiqadi. Ta'sirlab chiqqandan keyin achishlar bo'ladi seganda. Bu nimalar? Bu o'sha energetik ichimliklarimiz, ko'p miqdorda qalampir yeyish yoki vitamin C ga boy bo'lgan mahsulotlarda yoki vitamin C ni o'zini masalan ko'p miqdorda iste'mol qilish. Bu narsalar siydikning kislotaligini oshiradi va kislota tabiiyki kuydirib o'sha retseptorlar ta'sirlab achishib chiqadi bu siydik. Va asosiy sababi shulardan iborat. Ko'rinib turibdiki, juda vahimali bir odamni o'limga olib boradigan bir qanaqadir sabablar yo'q. Lekin hayot sifatini yomonlashtiradi. Har safar siygani borganda achishib, qiynalib kelaversangiz ham bo'lmaydi. Nima qilishimiz kerak? Agar bu achishish bir kun, 2 kundan uzoqroq davom etadigan bo'lsa, achish bilan birgalikda qo'q sohamizda, oraliq sohalarda og'riq bo'ladigan bo'lsa, tana haroratimiz ko'tariladigan bo'lsa, bel sohalarida og'riq bo'ladigan bo'lsa, tez-tez siyish bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir sutka davomida o'zi siyish normasi 8 martagacha. Undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, har yarim soatda borib kelaveradigan bo'lsangiz, misol uchun, bunaqa holatlarda shifokorga murojaat qilish kerak. Va haligi aytgan buyrak sanchig'ini tushuntirib berdim, o'sha buyrak sanchig'i bo'lgan holatda shifokorga, ya'ni urologga murojaat qilish kerak. Siydik yo'llarini muammolari bilan shug'ullanadigan, mana bunaqa muammolar bilan shug'ullanadigan shifokorlar bu urologlar bo'ladi. Ko'pincha mana praktikada kuzatamiz, ayollarda siydik yo'llarda muammo bo'ladigan bo'lsa ham ginekologga boradi. Bu masalalar bilan ginekolog emas, urolog shug'ullanadi. Ya'ni urolog deganimiz o'zi uro degani peshobda, peshobni o'rganuvchi degani. Bu masalalarni urologga murojaat qilish kerak xullas. Va uyda nima qilishimiz kerak? Uyda dieta qilishimiz kerak. Haligi aytgan mahsulotlar ham siydik kislotaligini oshiruvchi mahsulotlar, spirtli ichimliklar yallig'lanishni qo'zg'aydi.
shirin narsalar, haligi kola, fanta degan ichimliklarimiz, bular ham ta'sirlaydi. Energetiklar, bular ham ta'sirlab kuchaytiradi. Mana bularni iste'molini yo'qotishimiz kerak. Hech bo'lmaganda davolanish vaqtida mana bularni iste'molini yo'qotishimiz kerak. Va asosiy ikkinchi eng ko'p qiladigan ishimiz bu ko'p miqdorda suyuqlik ichish. Ya'ni bir sutkada o'rtacha 2,5 litr. Terlab ish qilmaydigan bo'lsangiz, siz masalan ko'chada terlab ish qiladigan ishda ishlamaydigan bo'lsangiz yoki qandaydir dim havoda ishlaydigan ishchi bo'lmasangiz, o'rtacha 2,5 litr suyuqlik ichish kerak. Bu suyuqlik nimalar? Choy, kompot, dog' suv, suyuqot, suyuq qismi hammasi bo'lib turib bir sutkada 2,5 litrgacha ichish kerak. Qancha ko'p ichasiz, ko'p siyasiz, shunda sidik yo'llari yuvilib turadi. Qolgan tavsiyalar: sizga antibiotik kerak bo'ladimi, uroseptik kerak bo'ladimi, spazmolitik kerak bo'ladimi? Buni shifokor ko'rib, o'sha urolog ko'rib, bu yallig'lanish sabablari nimadan? O'shani aniqlab, achish sabablarini aniqlab turib, shunga qarab turib tavsiya beradi. Ya'ni sizga antibiotik kerak bo'lsa antibiotik beradi, uroseptik kerak bo'lsa uroseptik beradi, umuman holatingizga qarab tavsiya beradi. Bugun bu videoda aytmoqchi bo'lgan gaplar shulardan iborat. Sizda yana qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, sharhlarda qoldirsangiz bo'ladi. Vaqt topib, imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Omon bo'ling.